kimler bilen bu keçide yalğızlığım yalğız qilib şu keçige tökken derdimni kimler bilen bu keçide yalğızlığım yalğız qilib şu keçige tökken derdimni derdimni hey keçe hala yalğız alamısan derdimni algın canım derdimni hey keçe hala yalğız alamısan derdimni algın canım Qiyniğim hey keçe bunçılar meni çandırdı yalğızlığım tapalmay seni Qiyniğim hey keçe bunçılar meni çandırdı yalğızlığım tapalmay seni yalğız koyup kettin bu sen kelmezken feryat urup kalsam biler kim bunu yalğız qilib bu keçide künelermen g'iriblikdan yalğız qilib ötelermen yalğız qilib bu keçide künelermen g'iriblikdan yalğız qilib ötelermen Algılarga yalğız qilib şu bu kunlar teşnalıqda mengüge kütelermen teşnalıqda mengüge kütelermen Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, shunday tomoshabinlar. Men G'o'jidiyardan kelgan Jalol Anvar bo'laman. Rahmat. Naqshingizni anglab ko'zimda yosh chiqdayib qoldi. Shunchalik hissiyatınız, chin hissiyatınız bilan aytdingiz. Udul berib yurak tegdi. O'ylig'imdek ketamay qoldi. Yo'q, chiroyli aytdingiz. Qancha yoshlarga kirdingiz? 23 kirdim. Yaxshi. Hozirgi mush ishingizda mush hissiyatni topmoq bek taschu. Bu naqsh ijodiyat naqshi o'xshaydi. Shunda. O'zingiz yozganmi? O'zim yozgan. Shu bek chiroyli. Barakalloh. Ijodiyat chiroyli qilibdi. İsmi nimada? Jalol Anvar. Bilal Enver'den inezimse. Shunda. İşte oldu. Akam yaxshi naqshchi. İşte olub qoldi dedim ama. İşte Bu Jalal'ın
akısı Bilal Çolpan hazır. Akısı tak yaxşı aytadi naqshni. Bu mu şu akısı yetib qoptu. Onun da Kelishmaydi majburiyati ekan. bu. Akısı gitar çalamaydi go dem bunchilik. Gitarım yaxshi o'rganibsa, naqshni nimizga hissiyotliq, nimda yaxshi aytsa, Rahmat. Adile'nin ko'zidan yaxshi ketgan bo'lsa, bizning yeshimizdan saturda chiqarsa, bizning tasqibada. Shunchalik yaxshi aytgan, hissiyotliq ovozingning ash qattiq yumshoqligi, ba'zi yerlar o'zi rasmiy bir xeyli bir kasbiy naqshidek o'ralgan bo'ladi. Yani şerlilik ciddiyleşip kalanda kesip üzerine bakıyorum degende oyduğumdek bazı yerlerden oyduğumdek alamayıp Başka kaldım. bo'ladi, o'ylaganingdek chiqilgan bo'lsa bu yerga sen to'sham sana. Sen deganda ashlar bo'ladi. Lekin nisbatan aytgan chog'da menimcha nima aytdi? 90% yaxshi aytdim. Akam o mamlakat yaqinligini dışarıdan tanımsızdan dep turdi. Depaga naqshan. Kagin unmayman, o'zim telefon qilib chempion qilgan bakalım. İşkelen gitar çalayla mı keyin birleşib. Bir qatim bo'rtaladim, bir o'tadi qadam ya. Mümkünlar. Bir do'stlar gitar chipaga bir so'ran kirib. Hayron qolgandim shu vaqtda. Bir chin aytgan chaydamlab beraymi? O'tirib, O'tirib, mo'ldisham sizlar. Bir tam mondashimiz. Mushtarak akamiz ham bo'lmaydi qildi. Men mayli ba. İcadiyetingiz şundaqla sizning naqsh o'rindash uslubingiz mana shundaq yaridi, shundaqla mening gruppam sizdek mayirlarga muhtoj. Agar xohlasangiz, mening gruppam siz uchun eshigi keng, ochiq. Billa o'ynaylik muzikani. Qanday? Oldu. Bilal'ning inisi Jalal ya. Jalal. Jalal inim mushu naqshning tekstini mi o'zingiz yozib oldingizmi? Ha. He. Tekstini birinchi kupletini yodda deb beralamsiz? Anglab bir huzurlanaylik. Kimler bilir bu gecede yalğızlıqımni, yalğız qilib şu ko'chiga tökkan dardimni. Dardimni al ey kecha qalay yalğızman, alolmasang dardimni, alg'in jonimni. Nimancha dattatib ketgan bolada bu. Yap yashtirib. Məlisi tok yo'qmi nima? Kichkina. Ash kuyayotgan yurak bada, bu yurak yosh bilan farq qanday cho'ng munosabat yo'qmi-ki deyman. To'g'ri, ba'zi bolalar baldiroq kuyib qoladi. Baldiroq pishib qoladi ham. Biz bunun 20 yaş vaqtimizda kuyib kulib ketgan. Navbatni mush inimizga beraylikmi? Jalal. Aytamusun. Jalal, o'zingiz tanlab. Ustozinglar Bo'ldi, ustozlarning o'tiribdi mana. Sözlerime rahmat. Ben hem ustaz naqshini yoqtirib anglayman. O'zim har xil tip naqshni anglagan ekan. Lekin men o'zimning hozir qilayotgan shu shug'ullanayotgan kasbim ijodiyatlarim asosiyatdan ana sallalik amma pusublaqan naqshlar bo'lgan ekan. Hamda mening qilishim Adile Malik. Yaxshi. Hop, muborak bo'lsin. Soplik san'atdagi muhim bir uslub. Sop, tabiiy hissiyotda o'qilgan bu naqsha ustozlarni jalb qilib oldi. Jalolmo ustozlikqa Odila Sida xonimni tanlab oldi. Odila xonim bilan Jalolning san'at bobidagi hamkorligi natijalik bo'lg'isi.